Yevropa standartida tizim qanaqa ishlayapti? Ya'ni Yevropadagi ustakalarimiz bilan gaplashyapman suhbat Telegramda. O'shalarning o'zini uyini biz kafil qilib berishimiz kerak. Biz ulardan amal so'raymiz. Videoni ko'rsanglar 3-4 minut vaqtingiz ketadi, lekin afsuslanmaysizlar. Hozirdan like bosib qo'yinglar, videoni usta tanishingizga jo'natib qo'ying. Shahboz, o'zing ham hayron qolgandirsan 30-40% ni sraz to'lab qo'yayotganimga. Endi senga ishonch bor. Birinchidan, ikkinchidan men shu sistemada ishlayman. Seni ovora qilib uyimga chaqirtirdim, hisoblattirdim-da. Men unaqa razvedka qiladigan odatim yo'q. O'zimga ham yoqmaydi, qancha ustaman-ku o'zim. Moskvada menda xuddi shu sistemada. Men price yuboraman, price ustravit qiladi, kelaman, aytaman, sraz 30-40% ni to'lasang, men kelib smetani hisoblayman, bo'lmasam yo'q. O'sha sistemada ishlayman. Sen ham o'sha sistemaga o'tib olgin. Chunki ko'p odam razvedka qiladi-da. U bo'lmaydi, ertaga отказ qiladi, arzonini topib berdi, yana o'zingga qaytishadi, переделка qilib beriladi. O'shaning uchun shu sistemada ishlayman. O'shanga senga ham shunaqa variant prezagat qilaman. Keyin xuddi shu sistemani. Shahboz, o'zi shunaqa klientlaring bormi? Oldindan 3-4 ming to'lab qo'yadigan. Bo'lmasa shunaqalari bo'lsin. Senga ishonch bor ekan, o'shaning uchun oldindan to'lab qo'yaman. Hatto 3-4 oyku ishga. Bizani Moskvada shunaqa sistemada ishlaymiz-da. Biz oldindan sразу to'lasa ishni seriozdan qabul qilamiz, bo'lmasam yo'q. O'shaning uchun senga ham shunaqa klientlar ko'paysin. Doim ishingga olaman. Da, Shahboz, gaping to'g'ri. No, bizada Moskvada mana shunaqa sistemada xuddi xo'ma senga qanaqa qatnashishni qildim. Menga birinchi pricing jo'natding, price mani ustravit qildi. Men senga aytdim, borib smetani hisoblagin, sen vaqtingni ketqizding, boshqa qilding. Men senga sразу общий summani aytdim, общий summani aytding. Sразу men senga mana 30% ni to'lab yubordim-da, $3000 sразу berib yubordim. 30% mi, 40%mi? Sen ham shu sistemaga o'tib olgin. Chunki qara, sen bu yerda uvering bo'lasan, shu men boshqa odam qidirmayman. Men uvering bo'laman, shu men sen kelib qilasan shu. O'rtoqlar, post hali tugamadi. Yevropa tizimi bo'yicha oldi berdi qanaqa bo'lyapti klient bilan ustaning orasida? Agar sizlarga mana shu mavzu qiziq bo'ladigan bo'lsa, bu ikkinchi qismi. Ya'ni bu tema bo'yicha. Bu temani birinchi qismini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Shaxtal servis profiga o'tsanglar, shu yerda turibdi. Uni ko'rib olinglar, keyin bu yoqqa qaytib ikkinchi qismini ko'ringlar. Объемni tushunsangiz, ikkalamizni o'rtamizda обязательство paydo bo'lyapti-da. O'shaning uchun men ham razvedka qilmayman, boshqa ham. Takji senga shu maslahat beraman, shu sistemada ishlashga. Bu eng to'g'ri sistema. Chunki o'zing bilasan, har xil odam bor. Da, okey. Klientlarimiz bor. Bunaqa mujik klientlar ko'p. Oldindan pul berib qo'yishadi. Endi ishonch kerak, hammasi okey, ishonish kerak. Odam bir-biriga ishonch ko'rsa, keyin bo'ladi. Bo'lmasa ishonmasa qiyin-da. Bu narsa to'g'ri to'g'ri okey. Nima desa bo'ladi? Hamma gaplaringiz to'g'ri. O'zi mana shu sistema o'zi yo'lga qo'yilishi kerak. Ya'ni o'zi yo'lga qo'yiladi ham. Kelajak davomida hozir emas. Endi oldin o'zimizni yo'lga qo'yib olaylik, keyin sekin klientlarni yo'lga qo'yamiz. Oldin o'zimizni nasroga qo'yib olaylik deyapman-da, nasroga qo'yib, keyin klientlarni yo'lga qo'yamiz degan ma'noda. Lekin mujik klientlar ko'p. Oldindan men deydi berib qo'yadi. Yo'q, okey, hozircha anaqa emas. Yo'q, men o'shaganda, что sen menga ishon, что obyekt senga berilyapti. Men ham senga ishoning, kelib obyektda ishlaysan, короче. Bo'ldi deb 5 tashlanadi, olinadi. Даже 5000 gacha oldindan berib qo'yganlar bor. Eng qizig'ini aytaymi, okey? Bir xil klientlarimiz bor. Qara, 100% ish deb aytadigan bo'lsak, biz 80% chiqib qo'ygan bo'lamiz-da, lekin 20% pul berishadi. 20% berib qo'ygan. Lekin bu yerda 60% ish qilib qo'yganmiz-da, bu yerda. Pul masalasi bo'yicha 20% berib qo'yishgan bo'ladi. Yana eng qizig'ini aytaymi? 2 yil, 3 yildan beri ishlab kelayotgan klientlaringiz odamga alam qiladi-da. Siz nima desa bo'ladi? Sizga shu darajada yaqin bo'lib ketganki, hop deb turib shu 80% ish qilib qo'ygan bo'lasiz-da. Endi unaqa qilish kerak emas ekan. Tanishmi, notanishmi farqi yo'q. Boshida короче aytganingizdek mana summa ber, olinadi, ish qilinadi, o'rtasida berasan, oxirida hisob-kitob qilinadi. O'shanda u ham qiynalmaydi pul berishga, uni ham qiynab